BMW i7 X-Drive M Sport. Akalar qarshilarda BMWni eng premium sedanlaridan G70 kuzovdagi BMW i7 elektromobili. Mashinamiz ranglarini ham ko'rib turibsizlar. Qoraga tillarang kompozitsiyasida. Mashinamiz 2024-yil 7-oyda ishlab chiqarilgan. Bu mashinamiz hozir Janubiy Koreyada sotuvda turibdi. Mashinamizni qo'lingizga tegish narxini videoning oxirida batafsil aytib o'tib ketaman. Mashinamiz X-Drive, ya'ni 4 ta ballonlari ham hammasi tortadi. Mashinamiz M Sport komplektatsiyada. Ushbu kapotimiz ostida 544 ot kuchi yashiringan akalar. Mashinamizning salon qismlarini obzor qilib o'tib ketaman. Bu tugmachani ezishingiz bilan mashinani o'zi eshikni avtomatik ochib beradi. Salonga o'tirib, tormozni ezishingiz bilan mashinani o'zi eshigi avtomatik yopiladi. Akalar, salonni ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli, qop-qora nochnoy rejimda, yuqorida panoramli krisha, Sky Lounge deb ataladi. Bu tugmani bosishingiz bilan orqadagi ekran pastga tushadi. Mashinamizni Toshkentgacha yetib borish narxi $108,500 ga aylanadi. Mashinamiz haqida batafsil opisiyaga yozib qoldirganmiz. Xuddi shunaqa mashinalar haqida batafsil ko'rib borish uchun Telegram kanalimizga obuna bo'ling.